notinchlik bo'lar ekan, erkak aybdor. Biz aybdor, bilib qo'yinglar, ayol aybdor emas. Chunki ayol gapiraveradi. Ular bir ojiza bir nima. Biz siyosat qilishga o'rgan. Birinchidan tilimiz shirin bo'lish kerak. So'kish degan narsani. Mana namozga kelganlar so'kiladi. Astag'firulloh. O'zingni nikohlab olgan xotiningni shunaqa so'kasan. Qanaqasan insonmisan sen? Undan chiqqaningda urushga ham o'tib qopti yaqinda bolalar. Xotinni urasmi, bola tug'ib bergan xotin? La ilaha illalloh. Xotin kishini urgan kishi nomard bo'ladi. Ming jahli chiqsa ham urmang, uni urmang. U sizning xotiningiz u. Sekin bir yaxshi bo'lib qoladi u, sekin. Yaxshi gap bo'lsa o'zi urushga olib bormaydi. Yaxshi gapirish kerak, yaxshi gap. Hammasi tilda bog'liq. Tilimizni shirin qilaylik, bo'ldi, hamma masala hal bo'ladi. Biz o'zimizga qandaydir nima qo'yamizda, ayniqsa ayol kishini so'kish, urish bundan to'xta. Mana kecha bitta ona aytayaptilar. O'g'lim juda yaxshi bola-yu, lekin xotiniga sal qo'polroq deyaptilar. Bu yaxshi emas bu. Xotinlarga yaxshi muomala. Rasulullohdan o'rganinglar. Rasululloh alayhisolatu vasallam Oysha onamizni qanaqa yaxshi ko'rardilar? Kimni yaxshi ko'rasiz desa, Abu Bakrni demadilar oldin. Birinchi Oyshani dedilar. Hadija onamiz o'tib ketgan edilar, Makka da qolib ketgan edilar. Madinada qachon sho'rvami bir qo'y so'yib qolsa, darrov Hadijani qarindoshlariga, dugonalariga beringlar dedilar. Oysha onamiz rashk qilib aytar ekanlar, Alloh qarisini olib yoshini berdi-ku desa, yo Hadija meni hech kim iymon keltirmaganda birinchi iymon keltirgan. Makkaga borganlarida haj o'shanda kechqurun hamma talashgan ekan sahobalar. Manikiga yorasa. Yo'q. Hadijani qabrining yoniga bitta haymat tikib beringlar, chodir. Shu yerda o'tirib duo qilib chiqaman, chunki bu meni birinchi iymon keltirgan ayolim deyotganlar. Bu yaxshi emas. Mana hozir yoshlar sizlar bilmayapsizlar.